Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Men Ishmurodov Qamaxatovich, Navbahor tuman madaniyat bo'limi mudiri. Bugun Navoiy viloyati Navbahor tuman madaniyat bo'limi va madaniyat markazlarida amalga oshirilayotgan ishlar va yoshlar ishtirokida o'tkazilgan madaniy ommaviy tadbirlar to'g'risida ma'lumot bermoqda. Navbahor tuman madaniyat bo'limiga qarashli 6 ta madaniyat markazi mavjud bo'lib, shu madaniyat markazlarida 59 shtat birligida 58 nafar xodimlar faoliyat yuritib kelmoqda. Undan 3 ta madaniyat markazimiz o'z binosiga ega bo'lib, ular hozirda to'liq faoliyat yuritmoqda. 3 ta madaniyat markazimiz esa maktab va kollejlarda o'z faoliyatlarini davom ettirib kelmoqdalar. Bugungi kunda madaniyat markazlarida 15 ta havaskorlik to'galalari mavjud bo'lib, 170 nafar ishtirokchilarni qamrab olgan. Tumanimizdagi madaniyat markazlarida rubob, raqs, dutor, loyra, tasviriy san'at, fortepiano, tikuvchilik, an'anaviy xonandalik kabi to'galar faoliyat yuritib kelmoqda. Bundan tashqari 2024-yil davomida jami 211 ta madaniy ommaviy tadbirlar o'tkazilgan bo'lib, 21 ming aholini qamrab oldi. 2025-yilning birinchi cho'ragida 72 ta madaniy ommaviy tadbirlar o'tkazib, 68 nafar aholiga madaniy xizmat ko'rsatdik. O'tkazilayotgan tadbirlar yoshlarimizni ilmli, ma'naviyat, ma'rifatli bo'lishini, umumbashariy qadriyatlarga sadoqatli bo'lishga qaratilgan bo'lib, bunda aholi va yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmuni tashkil etishga qaratib kelinmoqda. Navbahor tuman madaniyat bo'limiga qarashli hozirgi kunda 3 ta badiiy havaskorlik jamoamiz mavjud bo'lib, ular birinchisi Xushonzama folklor etnografik xalq havaskorlik jamoasi, Navbahor taronasi ashula va raqs ansambli, Kapalak bolalar raqs jamoalari faoliyat yuritib kelmoqda. Bu jamoalarimiz joriy yilning mart oyida poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tgan qadriyatlaring boqi bo'lsin Navro'z shiori ostida o'tkazilgan respublika tadbirlarida Xushonzama folklor etnografik jamoamiz respublika darajasida tadbirlarda ishtirok etib, o'zlarining chiqishlarini namoyon etdilar. Tumanda bo'lib o'tadigan barcha madaniy ommaviy tadbirlarni madaniyat bo'limiga tashkil etilgan Navbahor taronasi ashula va raqs ansambli o'tkazib kelmoqda va ular o'zlarining yangi kuy va qo'shiqlari bilan qatnashib kelmoqdalar. Hozirgi kunda 2024-yilni hisobida oladigan bo'lsak, Navbahor taronasi ashula va raqs ansambli, Xushonzama folklor etnografik jamoasi, Kapalak bolalar raqs jamoalari ishtirokida o'tkaziladigan tadbirlarga 27 ta yangi repertuarlar taqiqlanib, 2024-yilda ommaga tatbiq etildi. Hozirgi kunda birinchi chorak 2025-yil birinchi choragimizda 7 ta yangi repertuar tayyorlanib, ularning ustida ishlab kelinmoqda. Bularni mahallalarimiz chekka hududlarda bo'lib o'tadigan tadbirlarda o'zlariga tatbiq etamiz. Navbahor tuman madaniyat bo'limiga qarashli madaniyat markazlariga hammasiga 100% apparatura, kiyim-kechak xarid qilindi. Bundan tashqari tashabbusli byudjet mablag'lari asosida 1 milliard 260 million so'mga ovoz kuchaytirish moslamalari, raqs kiyimlari, sahna liboslari, apparaturalar, sahna uchun monitor va tribuna, prezidium stoli, sahna liboslari, faollar zali uchun o'rindiqlar hamda ichki LED ekranlari xarid qilindi. Biz hozirgi kunda madaniyat bo'limida ommaviy madaniy tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish maqsadida 2 ta badiiy jamoamiz faoliyat yuritmoqda. Ular o'tkaziladigan tadbirlarni, ssenariylarini ko'rib chiqib, o'tkaziladigan tadbirlarga qo'yilgan qo'shiq, kuy va qo'shiqlarni saralab olib, ularga yangidan sayqal berib kelmoqda. Biz hozirgi kunda yilning oxirigacha yana 12 ta yangi repertuar ustida ishlash niyatimiz bor, ishlanyapti. Ularni ham ishlab 2025-yil oxirigacha o'zimiz dasturlarimizda ommaga tatbiq etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.